Haqiqiy. Soxtaru. Ya bilet. Hey! O'sha. Xullas, kommentariyada eng ko'p so'ralgan taksistlar pitaga keldik. Hozir bu yerda bolalar bilan, ya'ni taksist bratlar bilan o'yinni qilamiz. Obuna bosganmiz? Suka bek. Obuna bosgan bo'lsa pulli o'yin qilamiz. Yaxshi, obuna bosganlar, hozir layklarini ko'ramiz. Yaxshi, layk bosganlar. 1 dan 60 gacha ayting necha? 24. 1 2 9 10 11 23 24. Yaxshi, 20 ming. Qanaqa oldi debsiz? Soxta dollar. Qanaqa soxta? Soxta. Mana. Soxta-yu bu. Soxta emas, haqiqiy. Soxtaru. Ya bilet. Hey! O'sha, yugur. Sizga prank. Shuncha yugurtirib nima keragi bor edi? Men ikkinchi bermayman. Kimdir 100 dollar haqiqiymi deb so'rasa, ikkinchi bermayman. O'zi niyat qilib yurgandim, Bokebekka prankni jinnisini qilaman degandim. Ko'chaga chiqib, tasodifan ko'rib qoldim sizni. Prank yomoni bo'ldi, xafa bo'lish yo'q. Bu narsa hazil va prank. Bokebekni ijodiga omad. Bu videoga albatta like bosib, do'stlaringizga jo'natib qo'yinglar. Ya'ni sizlar menga obuna bosmagan do'stlaringizga videoni jo'natinglar, u odam obuna bosib 100 dollar yutib olsa, sizlarga yarmini beradi. Davay.